Bu yo'l nega sifatsiz qurilgan deb o'ylaysiz? Ajratilgan mablag' manziliga yetmasa, bolalar sifatli ta'limdan mahrum bo'ladi. Korrupsiya faqat pul yo'qotish emas, u insonlar sog'lig'i va hayotiga ham ta'sir qiladi. Bir qarashda kichik ko'ringan pora butun jamiyat taraqqiyotini sekinlashtiradi. Korrupsiyaning narxini barchamiz to'laymiz. Uni to'xtatish esa har birimizdan boshlanadi. Korrupsiya qimmatga tushadi. Halollikni tanlang.